Atomy, bu sizlar bizning musical orqali ko'rganingizdek tarmoq marketingi tarixini yangilash maqsadida yo'lga qo'yilgan kompaniya. Shuning uchun bizning kompaniyamiz mahsulot bilan raqobat qiladigan tarmoq marketingi kompaniyasidir. Ko'plab tarmoq marketingi va ko'p bosqichli kompaniyalar mahsulot bilan emas, asosan to'lov tizimi orqali raqobat qilganlari haqiqat. Shu sababli so'nggi 30-40 yil davomida bizning tarmoq marketingi sohasi yomon obro'ga ega bo'lib keldi. Shuning uchun men tarmoq marketingi tarixini yangilashimni e'lon qildim. Ya'ni bizning tarmoq marketingimiz ham, ko'p bosqichli biznes ham aslida savdo-sotiqdan iboratdir. Savdo-sotiqning asosiy vazifasi ishlab chiqaruvchi va iste'molchining o'rtasini eng qisqa yo'l bilan, ya'ni eng kam xarajat bilan bog'lashdan iborat. Shuning uchun biz o'zimizga o'xshagan boshqa tarmoq marketingi kompaniyalari yoki uyma-uy savdo kompaniyalarini raqibimiz deb hisoblamaymiz. Televizion home shopping, internet do'konlari va chegirma do'konlari bilan raqobat qilib, sifat va narx bo'yicha raqobatda g'alaba qozonadigan kompaniya bo'lishini e'lon qilib ish boshlagan kompaniya aynan Atomy hisoblanadi. Kompaniyamiz chinakam sifatli mahsulotlarni chinakam arzon narxlarda sotish maqsadi bilan ish boshlagan. Endi Atomy bizning sohamizga bo'lgan munosabatni o'zgartirmoqda. Nazorat qiluvchi organ, adolatli savdo komissiyasi. Bu deyarli politsiya kuchlari vazifasini bajaradigan joy. Men haqiqatan ham olishni istagan mukofot bor edi. Prezident mukofotidan ham ko'proq olishni istagan mukofotim bu adolatli savdo komissiyasi raisining mukofoti edi. Lekin biz o'sha mukofotni oldik. Prezident mukofotini topshirishganda bormadim, chunki uni prezident bermasdi. Shunga bormadim, lekin adolatli savdo komissiyasi raisi mukofotini berishganda esa men bordim. Chetlaning o'zim borib olaman. Ichimda biroz xafagarchilik bor edi. Agar biz buni har doim to'g'ri bajarsak ham, u to'liq shu yerda tortiladi. Shuning uchun biz buni tim deb ataymiz. Mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruvda adolatli savdo komissiyasi raisi tomonidan tim mukofoti topshiriladi. Janubiy Koreyaning 10 minglab kompaniyalaridan atigi 200 tasi buni oldi. Bu juda qiyin va qat'iy skrining jarayonidan o'tishni talab qiladigan sertifikatlashdir. Shuning uchun biz uni hozirgacha ketma-ket 2 marta oldik va 3-sertifikatni ham muammosiz olamiz deb o'ylayman. Har holda shuni Tomi shunchalik puxta va halol boshqaruv yuritayotganini anglatadi. Biriktimes, butun 5 do'stlar, hozirgi vaqtda oldimizda juda qo'rqinchli dunyo kelayotgani haqida ko'p gaplar bo'lyapti. Biriktimes, butun 5 albatta, hozirgi kunda tabiiy ofatlar tobora kuchayib ketdi. Biriktimes, butun 5 Xitoy, Hindiston va Pokiston kabi joylarda butunlay suv toshqinlari bo'lib, Pekin shahri ko'chalari ham daryo kabi sharshara bo'lib oqayotganini ko'ryapmiz. Biriktimes, butun 5 mana shunday g'ayrioddiy hodisalar yuz bermoqda. Biz beparvo ishlatgan va ko'p chiqindi sifatida tashlab yuborgan narsalar tufayli bunday holatlar yuz bermoqda. Shuning uchun oldinga qarab biz Janubiy Koreya oziq-ovqat chiqindilarini ancha yaxshi boshqaramiz. Lekin bundan keyin yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Plastik chiqindilarni tashlash masalasiga alohida e'tibor berishimiz zarur. Yana do'stlar, kiyimlaringiz bor-ku, to'g'rimi? Kiyimlar haqida gapirsak, hozir dunyoda 7 milliard aholi bor va har bir inson yiliga o'rtacha 10 tadan ortiq kiyimni tashlab yubormoqda. Shu sababli bu narsalar juda katta chiqindi bo'lib to'planmoqda. Bizning liderlarimiz ham doim yangi kiyim olishga majbur bo'lishadi. Chunki sahnaga chiqqanda o'tgan oy kiygan kiyimini yana kiysa, odamlar shuncha pul topyapti, kiyimi yo'qmi deb o'ylashadi. Shuning uchun shunchaki bitta zo'r formani tanlab olish kerak. Mana Park Jeongsu Imperial, iltimos, bir o'rningizdan turing. Bugungi kunda juda zamonaviy va juda zamonaviy. Qanday bo'lmasin, mana shunday.
Menimcha biz buni qilishimiz kerak, toki barchamiz bir xil ajoyib forma kiysak, uni har oy kiysak ham hech qanday muammo bo'lmaydi va kiyimlar kamroq isrof bo'ladi. Biz bu yerni avlodlarimizdan qarz olmoqdamiz. Biz undan to'g'ri foydalanishimiz va avlodlarimiz ham foydalanishi uchun harakat qilishimiz kerak. Lekin deyarli hammasini buzib yubordik. Hozir avlodlarimiz foydalanadigan yer qolmagandek tuyuladi. Bu juda achinarli. Sotsiologlarning fikricha, Brexit butun 5 kelajakda nafaqat tabiiy ofatlar, balki jamiyatda ham juda murakkab va qiyin davrlar keladi. Ay davri kelgani uchun hatto aqliy ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlarning ham ish o'rinlari yo'qolib ketadi degan gaplar ko'p aytilmoqda. Demak, kompyuterdan foydalana oladigan odamlar tomoniga juda katta boylik oqib keladi. Qolganlar esa ish o'rinlaridan mahrum bo'lishadi. Do'stlar, agar Atomi orqali pul ishlasangiz ham, bunday savdo do'konlariga yoki shunga o'xshash joylarga sarmoya kiritmang. Allaqachon savdo do'konlarining narxi juda tushib ketgan va hozir ijaraga ham berilmayotgan do'konlar juda ko'p. Kelajakda bu holatlar yanada kuchayadi deb o'ylayman. Shuning uchun do'kon ochib ish yuritadigan davr asta-sekin tugab bormoqda. Atomi esa hozir internet orqali olib boriladigan biznesdir. Biroq, agar siz ushbu turdagi internet biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, onlayn savdo markazini qurish, logistika tizimini yaratish va komissiyalarni to'lashga qodir dasturni ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Masalan, Atomi misolida. Ushbu kompyuter dasturini ishlab chiqish uchun o'nlab milliard won sarflandi. Agar shunday qilinmasa, hozir biz 27 ta mamlakatda biznes yuritayotganimizdek bunday ishlarni boshqarishning iloji bo'lmaydi. Shuning uchun, agar siz bu kabi kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda biznes qilmasangiz, raqobatbardosh bo'la olmaysiz va bardosh bera olmaysiz. Shuning uchun, sizlar shaxsiy tarzda kichik biznes yoki uy biznesi bilan shug'ullanish davri endi tugab bormoqda deb o'ylashingiz mumkin. Lekin yagona ishtirok eta oladigan biznesimiz bu Atomi biznesi deb aytmoqchiman. Do'stlar, bu Atomi biznesi aynan platforma biznesidir. Bu shaxsiy platforma biznesi hisoblanadi. Ya'ni sizlarga internet do'konini har biringizga ajratib bermoqdamiz. Lekin bu do'kon uchun hech qanday to'lov olinmaydi, bepul beriladi. Sizlar esa ushbu shaxsiy platforma, Atomi shaxsiy platformasidan foydalanib, o'z tashkilotingizni tuzasiz, o'z biznesingizni yuritasiz. Endilikda jamiyatimiz superulanish jamiyati bo'ladi deb aytilmoqda. Bu giperboklangan jamiyat deb ataladi. Bu giperboklangan jamiyat deyarli barcha bizneslar endi qo'shimcha qiymat yaratadigan va aloqalar orqali pul ishlaydigan giperboklangan jamiyatga o'tayotganini anglatadi. Shuning uchun, mening fikrimcha, Brexit butun 5 yil oldimizda turgan yagona yo'l. Bu o'z platformangizni yaratish Brexit butun 5 yil. Yoki o'z tarmogingizni yaratish uchun Atomi kabi tayyor o'rnatilgan platformadan foydalanishdir. Bizning Atomimiz Tonki asosida ishlaydi. Tonki bas. Masalan, Tonki bazasini tushuntirishda dvigateldan tortib transmissiya, avtomatik tizimlar, tormozlar va boshqasigacha mashina qurmoqchi bo'lsang. Bu juda qiyin hamma uchun. Biroq ko'pchiligingiz zavodda mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarilgan mashinani olib, shunchaki kalitni burab haydashingiz mumkin. Hammangiz qila olasiz. Xuddi shunday Atomi biznesi tayyor holda amalga oshiriladigan biznesdir. Platformani va barcha zarur tizimlarni tayyorlab, orqa fonda qo'llab-quvvatlovchi barcha tizimlarni yaratib qo'yganmiz. Shuning uchun sizlarga faqatgina bu haqda boshqalarga yetkazish qoladi. Shu sababli kelajakda Atomi kabi bizneslarda sizning o'zingiz biznes egasi bo'lishingiz juda muhim. Bu biznesni rivojlantirish siz uchun qiyin emas. Nega deganda hammasi tayyorlab qo'yilgan, shuning uchun bu qiyin emas. Biroq siz u bilan tanish bo'lmasligingiz mumkin. Lekin bunga ko'nikib qolganingizdan so'ng bu juda oson. Atomi qilish usuli juda oddiy. Shunday qilsa bo'ladi.
Atomiy mahsulotlari arzon, sifatli. Qiziqsangiz, u qayerda? Tish pastasi yoki qo'shimchalar bo'ladimi? Bularni tushuntirishingiz kerak. Siz ikkita ish qilasiz. Biri iste'molchilarni topishdir. Iste'molchilarni jalb qilishning eng yaxshi usuli avvalo o'zingiz mahsulotning sodiq foydalanuvchisiga aylanish. Demak, bu qiyin emas. Keyin iste'molchilar yaratiladi. Yana bir narsa. Biz birlashib tinimsiz mehnat qiladigan biznes egalarini yaratishimiz lozim. Agar biznes boshlashni rejalashtirsangiz, hammangiz katta tasavvur haqida gaplashishingiz kerak. Odamlar katta pulga qiziqadi. Bu go'yoki imkonsizdek tuyulsa ham, ba'zan odamlar bu gaplarni eshitib, u fikrlar boshidan ketmaydi va uxlay olmaydi. Shunday odamlar ba'zan uchraydi. Demak, siz ana shunday odamlarni topishingiz kerak. Endi sizlarga atomiy biznes haqida mezonni aytib o'taman. Qanday qilib muvaffaqiyatga erishish mumkin? Har kuni 100 ta odam bilan uchrashing. 100 ta odam bilan uchrashganingizda ularni ishontirishga harakat qilmang. Men shunchaki atomiy biznes bilan shug'ullanaman. Mahsulot arzon va sifatli. Siz ko'p pul ishlashingiz mumkin. Mening maqsadim oyiga 100 million won topish. Shunday baland ovozda gapiring. Men 100 kishini ishontirish kerak demoqchi emasman. Agar siz 100 kishi bilan gaplashsangiz, ba'zida bu nima bo'lgan holatlar bo'ladi. Shunday qilib, doim savol beradiganlar ham bo'ladi. Yaqinda mashina olish uchun shartnoma qildim, chunki mashinalarni yaxshi ko'raman va o'zim borib olaman. Sotuvchi bilan gaplashib o'tirganimda, u yigit nimadandir xavotir olayotganini sezdim. Chunki mashina sotuvchilari kelajakda yo'q bo'lib ketishini ular juda yaxshi bilishar ekan. Endi hamma mijozlar mashinani internet orqali o'zlari buyurtma qilishmoqda. Komissiya to'lamaganingiz uchun uni arzonroq olasiz. Sug'urta ham shunday o'zgarmoqda. Xavotirlilar bor. Aytyapman, bu ishni qilishdan boshqa chorasizlar bor. Men ham shulardanman. Avvalo ishsizman. Yoshim yoki boshqa sababli ish topolmayapman. Ammo biznesga kapitalim yo'q. Pul yo'q. Hunarim ham yo'q. Oila boshiman, ro'zg'or tebratishim kerak. Nima qilsam? Men nima qilishim kerak? Hech qanday yechim yo'q. Atomiyadan tashqarida. Shunga qaramay, agar siz qurilish maydonchasiga borib, kundan kunga ishlasangiz, Janubiy Koreyada tirikchilik qilishingiz mumkin. Lekin muammo nimada? 70 yoshingizda ham ishlaysizmi? 80 yoshingizda ham ishlaysizmi? Hozir 100-120 yoshgacha yashash mumkin deyishyapti. O'sha yoshda ishlay olmasam, qanday kun ko'raman deb o'ylayman. Shuning uchun atrofda bundaylar ko'p. Buni bilmasangiz, 100 yoshda qanday yashashni rejalashtirasiz? Men ham vaqti bilan shunday savol beraman. Bu shuni anglatadiki, atomiy biznesiga muhtoj bo'lgan odamlar ko'p. Demak, gap shundaki, siz o'sha odamlarga yordam berish uchun atomiy biznesini baham ko'rishingiz kerak. Demak, boshqa gap yo'q. Kuniga shunchaki 100 kishini uchratib, atomiy haqida gapirsangiz, bu bitta deb hisoblanadi. Gapirayotganingizda to'xtab qolsangiz, bu to'g'ri emas, qayta hisobga olinmaydi. Shunday qilib, kuniga 100 kishini to'ldiring degan gap. Shunda do'stlar, bu atomiy biznesi odamlarni qondirish biznesi emas. Men shunchaki tashlayapman. Ma'lumot tarqalmoqda. Buni zarur deb biluvchilar bor. Agar buni magnit bilan qilsangiz, ustunlar sakragandek. Ammo nivas qutblari uchrashsa, bir zumda birlashadiganlar bor. Shunday qilib, bunday odamni topish vazifadir. Xo'sh, atomiy biznesiga kelsak, marvarid ustritsalari, tabiiy marvaridlar nihoyatda qimmat, to'g'rimi? Bu marvaridlarni ko'p olishning yo'li. Hamma suvga chuqurroq kiring, savatni topa olgan mollyuskalar bilan to'ldiring, chiqing va ularni oching. Marvaridlar yo'q. Nima qilishim kerak? Uni tashlab yuboring. Yana tekshiring, u yerda bo'lmasa, tashlab yuboring. Demak, davom ettirsangiz, marvaridli xazina qobiqni topishingiz mumkin. Bu juda oson. Lekin ba'zida shunday odamlar ham bor. Men mollyuska tutdim.
Men uni ochdim, lekin marvarid yo'q edi. Shunday qilib, buni orab ibodat qiling. Marvaridlar paydo bo'lishi mumkin. Bo'lmaydi, do'stlar. Agar pastki qatlamingizda sustkash partnyorlar bo'lsa, ularga ibodat qilmang. Odam oson o'zgarmaydi. Og'zaki birga muvaffaqiyatga erishamiz, olga deng, lekin ichingizda umid qilmang. Yangi odam topishni o'ylang. Yomon ko'rgan odamga ham bir parcha non bering. Yordam beraman, topib qo'shaman, sharafimga ishlaysan, yaxshi bo'l deb qo'ying. Demak, sherigim men tufayli yaxshi bo'lish kerak. Lekin o'zimni yaxshi deb hisoblaganim uchun bu ish bermayapti. Fikringizni o'zgartirishingizni aytyapman. Kuniga 100 kishi bilan uchrashsangiz, ular orasida marvarid bor. Xazina bor. Tashabbuskorlar. Mohir va chet tillarini biladi. Uning chet ellik do'stlari ham bor, yana insoniyligi ham juda yaxshi. Mana shunday yaxshi fe'l-atvorga ega odamlar bo'ladi-ku. Ba'zan shunday odamlar uchrab turadi. Shunchaki davom etavering, demoqchimanki, sizlar hamisha tabassum bilan, lekin ichingizda esa bunday pichirlab gapiradigan sheriklardan voz keching. Men yangidan boshlayman, yangidan deb o'ylang. Tushundingizmi? Shuning uchun biz 4-sentabr kuni 100 kishini uchrashishga boramiz. Qisqartirib aytganda 100 manga. Nima dedik? 100 mangap 100 kishini uchrashishga boramiz. 100 mangap harakatini bizning bosh ofis xodimlari ham joylarga chiqib shu ishni qilishadi, azizlar. Boy bo'lmoqchimisiz? Nega boy bo'lolmaslikni bilasizmi? Odamlar bu haqda o'ylashmaydi. Ba'zilar boy bo'lsam mayli deyshadi. Lekin boylik nima deb so'rasangiz adashib qolishadi. Qancha pul bo'lsa boy hisoblanadi. Odamlar buni o'ylab ko'rishmagan. Uyim bo'lsa, boy emasmanmi deb so'rashadi. Shunda ular shunday deydi. Uyim bo'lsa, oddiy odamman, qanaqa boylik? Shuning uchun sizlar aniq boy bo'lish haqida o'ylashingiz kerak. Men bir hisob-kitob qilib ko'rdim. Shunda ko'rdimki, 3 milliard so'm, uy va 3,5 milliard so'm bo'lsa, 100 yoshgacha yashash uchun yetarli bo'lar ekan. Men buni yoshligimda hisoblab chiqqanman. 3 milliarddan kam mablag' bilan bu biroz qiyin. Lekin 10 milliarddan ortiq odam uchun hayot bir xil. Men yashaydigan uy ham, mashina ham bir xil. 10 milliarddan ortiq og'ir edi. Shunday qilib, yoshligimda albatta 3 milliard vondan ortiq pul topishga qaror qilgandim. Shundagina qarlik chog'imda atrofimdagilarga yuk bo'lmayman deb o'ylagandim. Bundan tashqari, agar yoningizda sizga yordam beradigan kamida bitta odam bo'lishini istasangiz, masalan, mashina haydash yoki mashina haydash imkoningiz bo'lmaganda uyni tozalash sizga kamida 3 milliard von kerak. Shunday qilib, agar farzandlaringizga og'irlik qilmaslikni istasangiz, albatta taxminan 3 milliard vonga ega bo'lishingiz kerak. Biz uchun shu tarzda boyib ketish haqida o'ylash muhimdir. Agar siz hech qanday cheklovlarsiz shunday fikrlasangiz, unda siz boyib ketasiz. Siz boyib ketasiz. Va iltimos ertalab va kechqurun baqiravering. Uni yozib oling va baqirib ayting. Shunda sizning fikrlash tarzingiz o'zgaradi. Hamma uchun atomiya 3 xil boylikka intiladi. Boy bo'lish uchun oyiga 100 million von daromad olish yetarli. To'g'rimi? Imperial masterlarimiz oyiga 100 million daromad olishadi. Keyingisi dostona, uning ko'p do'stlari bor. Do'stlar ko'pligidan oyoqlarim tolyapti. Imperialda do'stlar ko'payib, suratga tushishlardan qiyin bo'ladi. Keyingisi vaqt bilan boyish. Shu uchtasiga erishish maqsad. Biroq menimcha, agar men oyiga bitta Monevich sonini yutib olsam, bu yetarli. Dostona odamning do'stlari ko'p. Men uchun bu qiyin, chunki biror joyda odamlar rasmga tushishni so'rashadi. Yonoq mushaklarni ishlatishga qattiq kuling. 30 daqiqacha shu holatda qolishga urining. U titrayapti. Qanday bo'lmasin, do'stlar, lekin Timerich, yana vaqt jihatidan yetarlicha erkinmanmi deb o'ylab ko'rsam, bu mukammal emasdek tuyuladi.
Albatta, vaqtim yetarli degani xohlagan narsamni qilishim yoki xohlamagan narsamni qilmaslik erkinligim bor degan ma'noda. Vaqtga nisbatan erkin bo'lganim to'g'ri. Lekin pul bo'lmasa, ishga borishni xohlamasam ham, kasal bo'lsam ham, baribir ishga borishga majbur bo'ladigan holatlar ham bo'ladi. Sayohatga borishni xohlasam ham, bora olmaslik holatlari ham bo'ladi. Lekin atomida imperial master bo'lsangiz, 50 million yoki 100 million so'm daromad qilsangiz, ana shunday hayotdan vaqt jihatidan erkinlikka erishingiz mumkin. Lekin bu abadiy emas. Shuning uchun olim degan narsa oldimizda turibdi deb aytayapman. Sizlarga aytsam, bu yerda 50 yildan keyin deyarli hammasi qabriston bo'ladi. Men esa ehtimol eng tez oladiganlar qatoriga kiraman, chunki ertagayindin 70 yoshga tolaman. Qancha boy va muvaffaqiyatli bo'lishimizdan qat'i nazar, biz atigi 100 yil yashaymiz, xolos. Shunda men o'ylab qolaman, yaratuvchi Xudo bizni yaratgan bo'lsa, oxir oqibatda u muvaffaqiyatsiz bir asar yaratgan emasmi? Shunday o'ylab ko'raman. Lekin azizlar, muqaddas kitobga diqqat bilan qarasangiz, Xudo boshidan ikki xil hayotni rejalashtirganini ko'rasiz. Ulardan biri hozir bizda bor hayot, ya'ni bios deb ataladi. Yunonchada bio deb o'qiladi. Mana shu biologik hayot, ya'ni taxminan 100 yilga mo'ljallangan hayotni Xudo yaratgan. Keyin u yana birini loyihalashtirdi va bu Adan haykali deb nomlangan joyda yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti va hayot daraxti bor edi. Siz bu hikoyani eshitgansiz, to'g'rimi? Ehtimol barchangiz yaxshilik va yomonlikni bilim daraxtiga qadar bilasiz. Yana bir hayot bor edi. Hayot daraxti mevasini yesangiz, tirik qolasiz. Odam ato bilan momo Havo meva yegach, uni yashirishdi. Nima uchun? Demak, ular gunohkor holda mangu qolishdan qo'rqib shunday qilishgan. Biroq muqaddas kitobda yashirin hayot daraxtining bizning oldimizda qayta paydo bo'lishi va bizga abadiy hayot berishi rejasi mavjud. Bu hayot, bu Xudoning biz bilan hayotini baham ko'rishidir. Bu shuni anglatadiki, Xudo abadiy bo'lgani uchun, agar biz uning hayotini qabul qilsak, abadiy hayotga ega bo'lishimiz mumkin. Bu hayot zoy deb nomlangan hayotdir. Xudoning hayotini qabul qilish uchun bir shart bor. Xudo muqaddas zotdir. Muqaddaslik bu gunohdan ajralgan holatdir. Demak, agar bizda gunoh bo'lsa, Xudo bizga kirishni istasa ham kira olmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda bu gunohni yo'qotish kerak. Ikkinchi bosqichda esa hayot bo'lgan Xudo bizning ichimizga kiradi. Lekin Xudo bizni yaratganida boshidan bizni Xudoning o'g'li sifatida yaratgan. Xudoning suratiga binoan yaratilganimiz uchun biz Xudoni ota deb o'ylamasak ham, Xudo bizni o'g'li, farzandi deb hisoblaydi. Shuning uchun Xudo insonni sevadi va oxirigacha sevib, bu haqda muqaddas kitobda yozilgan. Xudo gunoh qilganimiz uchun bizni uzoqqa yuborgan bo'lsa-da, bizni unutmagan. U bizni qandaydir yo'l bilan qaytishimiz uchun hayotimizda qiyinchiliklar va tikanlar osib chiqishiga sabab bo'lib, bizni azobga soldi. Agar men Xudoni tark etsam va o'zgarmasam, Xudoga qaytaman. Shunday qilib, Xudo qaytib kelishni aytdi. Biroq biz uchun qiyinchilik tug'dirish Xudoning asl niyati emas. Bu shunday yozib olingan. Xudoning asl niyati qaytishdir. Menga qaytib kel. Aziz farzandlarim, menga qaytinglar. Mening oldimga kelinglar va hayotimni baham ko'ringlar. Kelinglar birga abadiy hayotdan bahramand bo'laylik. Muqaddas kitob shunday va'z qiladi. Bir kuni men shu Xudoning hayotini qabul qildim. Men gunohkor ekanimni tan olib, chin dildan tavba qildim va gunohlarim uchun Iso Masih hojda olgani, u mening o'rnimga jon berganini bildim. O'sha sevgini qabul qilganim tufayli Xudoning hayotini oldim. Bugun men uchratgan har bir inson atomi orqali chinakam boy bo'lishini istayman. Shu zerikarli qashshoqlikdan butunlay qutulib, boy bo'lishlarini tilayman. Biroq agar men yana bir narsani xohlasam, bu ham bo'ladi. Bu sizning barchangiz Xudoning farzandlari sifatida ikkinchi marta tug'ilishingiz, abadiy hayotga ega bo'lishingiz va Xudo tomonidan berilgan jannat ne'matlaridan bahramand bo'lishingizdir.
Men bugun gapirishni davom ettirmoqchiman. Kimdir jahlidan xavotirdim. Bu kelasi juma roppa-rosa bir haftadan keyin. Biz Atomiy bosh qarorgohi auditoriyasida soat 10:00 da boshlanadigan ruhoniy ishtirokida Tolib kunlik Injil tadqiqini o'tkazamiz. O'sha kuni kelib, qiziqqanlar batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yana atrofingizdagilarga hayot baxsh etuvchi xushxabarni yetkazishni istaganlar oilangiz, do'stlaringiz bilan birga kelishingizni istardim. Rahmat.